Jigar qatqanligini odatda 30 yil bo'lgan doktorlar bir qarab etkanda sizning jigiring qetibdi demak tez. Abdumjid akam shu odam badanidagi a'zolarni kasal yuz berishdan burun odam badaniga har xil signallarni berdi ekan. Shu jigirimizda kasal yuz berishdan burun bizga qanday signallarni berdi, mush to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi ukam. Biz bu badanda 60-70 yil yashayli yoki bo'lmasa 80-90 yil yashayli. Biz badanimizni kontrol qila olmaymiz. Masalan, sochlarni o'sishini biz kontrol qila olmaymiz. Tirnoqlarni o'sishini biz kontrol qila olmaymiz. Yurakning so'qishini biz kontrol qila olmaymiz. O'tning o'z suyuqligi, oshqozon suyuqlik ojishi biz kontrol qila olmaymiz. Börekning suyuqlik ojishi biz kontrol qila olmaymiz. Agar yurakning so'qishidan chiqqan ovozni shu duprlab mangandek ovozni anglay olgan bo'lsak, biz uxlay olmaydik. Oshqozon yoki buloqni 3 chayningki minutiga 4 qitim 5 qitimgacha ko'kirishini biz anglay olgan bo'lsak, biz uxlay olmaydik. Börekninki suyuqlik ajrashib chiqqan chog'da shaqirab tushgandek ovozni anglay olgan bo'lsak, biz uxlay olmaydik. Hattoki uzun umr yashamaydik. Demakchi o'g'limiz bu badanda siz necha 10 yil yashang, bu badanni biz kontrol qila olmaymiz. Anda bo'lsa, shu badanda ma'lum bir a'zoda kasallik ifodalanib chiqqan chog'da shu a'zoga tushdiq, og'riq saloq badanimiz ifodalanib chiqadi. Biz buni ba'zilarni bayqalayapmiz, ba'zilarni bayqamayotganligimiz sababidan doktorxonalarga borgan. Anda bo'lsa, bugungi masalada biz jigarda ko'rilgan masalalarning ichida alomatli ko'rilgan chog'da, ha, meni jigarimda masala chiqibdi deb bayqab, vaqtida doktorxonaga borsam bo'ldi. Masalan, ko'p yal qo'yib berish. Odatda bu jigar oshqozon 3 oydan o'ta sumishga noit usti bir a'zo binasini sumirib olg'ili. Endi ajuni ichida jigarni iqtidor ojizlab ketgan chog'da yoki bo'lmasa jigar qetish qarab mangan chog'da yalbak ko'p bo'lib ketadi. Biz bunga asosan jigaringdan gumonlansak bo'ladi. Ikkinchi birisi doim hiq tutayotgan. Hiq tutishning o'zi jigarning ostin qismida ishigan ahvol ostida doim hiq tutyapti. Uningdan bilan hiq tutish deganlik oshqozon, qizil o'nkash, diafragmaning tang spazmlanishdimi hiq tutyapti. Lekin doim hiq tutib, sizlar ashuning qarta dori ismon qilsangiz saqaymisanlar, anda o'zi sizlarda jigarniki tuvan tarafida ishiq paydo bo'lgan bo'lsa-mi, hiq tutish ko'p bo'lib ketadi. Uningdan bilan chiroyinglar qardaydi. Yoki bo'lmasa, ikki cheka, ko'zning atrofida qor pigmenti tuyuqsiz ko'payib ketadi. Jigarning uzida masal ko'rganligining tipik ifodasi, kasallik alomati ko'rganligining tipik ifodasi. Uningdan bilan kechisi doim uyg'onib ketishma jigarniki mizojininki buzilishidan xilsiz, moddasiz buzilishdan kelib chiqqan bir xil alomatlar. Uningdan bilan bak achchiq yomon bo'lib qolish. Oson chechiladigan ishmi balkim jigar iqtidoriniki nisbatan to'lab ketganlik ifodasi. Shunga o'xshash. Uningdan bilan jigarni o'zi bir gacha a'zo tuqqanlar. Jigar qatqanligini odatda 30 yil bo'lgan doktorlar bir qarab etkanda sizning jigaring qetibdi demak tez. Tapmaq tez. Tekshirish orqali odatda jigaringning hamma yeri qetib, bu tirnoqchilar yaqagan bo'lsa-mi, jigarda ishlatgan narsada sizlar uchun yana xizmat qilaveradi. Shunga jigarni masalalarga qarata tuanda yuqoridagi alomatlarga asosan sizlarda ko'p qolgan bo'lsa, shunga asosan doktorxonalarga berib tekshirishinglarni ham shu jigardagi masalalarninki keyingi hayotinglarga xavf yetkazishning oldini olishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Men har kuni nocha tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Ko'nglingiz yoqqan bo'lsa, g'anju qilib olinglar. Yurak bip qolinglar. Fikr taklif qilinglar, yozib qolinglar. Ko'rishilamiz.